130.000 so'm klientteri masana qarab turadi. Hozir shuni aylanib tortadi. Mana bu masina ekan. 130.000 so'm so'radi. Ya, bo'lmaydi. Vaynaning radiator pechkasi bor. Hozir aytib qo'y. Neler var? Vaynaning radiator pechkasi bor. Avtozapus, kanalizatsiya. Qanchaga bera olasiz shuni? 100 ming birim. Hozir mana qancha berib ketding klientlar? 115 berishdim. Mana shuna satsan adam aslında. Salondan tap qo'ychi. Onda pribor bunda ekan. Priborlari. Mana mashinani salonini ichi. Mana salonini ichi bunda ekan. Mantron, sezarli mantron ekan. Okey, 4 kolonkasi bilan. Mana bunday. Tartımdaki продается deyip 2008 yıl Gabion 1.6 130.000 telefonun var. 552 altın kod çekiyor işte. Yine tetvalan. Onamanda Lexia degen maşina. Abiyom 7-8 iken. Gidrat iken. 130.000 so'rayapti. Telefon 0505 85 92 92 deydi. Namamda masina ekan bu. Masa Zugul'un nasıl istiyor deb жазып qo'yishdi. Kapatma. Namamda masina ekan. Okey. Bunda 130.000 so'mlik masina. Üstünde bagaj var ekan. Mana masina. Mana emblemaları. Mana masina. Bunda bir hadisey turadi. Hadisey 96 yıl ekan. Avtomat deydi. Abiyom 2.2 $3.000 so'rayapti. 078 20 15 89 degan telefon ekan. Hadisey. Hadisey. Mana ki. Satsa nasıl bunda ekan. Anamda hadise ekan. Janında A4 degan Audi turadi. 2000-yilgi 2.8 180.000 so'm so'rayapti. Telefonu 0500 99 22 71 deydi. Ile Menayo deydi. Mana shu telefon bilan almashganga da bo'ladi ekan. Nega almashtiradi? Hozir xazayini yo'q ekan bu yerda. Masani o'zini tartali. Mana masina onamda. Mana Audi A4. Mana ki Audi A4 degan. Onda bir BMW turadi. BMW E34 92 yilgi deydi.